Jamoldan qayta ovqatlanamiz endi. Qorin och ketdi-yu, ey. O'shani aytding aka. Qornim yomon tataladi bir. Maza qilish shashlikli emas. Keling, san'at kabobga kiraylik. Shashliklari ham zo'r. Maza qilib o'tiramiz ashitda. To'g'ri 70 ta aka. To'g'ri aytasan, ey. Bizga 4 ta shashlik qo'yib qo'ying. Bo'ldi aka, kilolar mana qo'yilyapti, pishyapti. Shu mol ezvordi bor, yo'qotaylik. Bu narsa qilib ko'rsam asabim o'ynab qolyapti. Shuni qatish kerak aka, mana rashbi yezvordi. To'r bozor ham chiqadimi? To'r bozorda ham sotilmaydimi? Birorta ko'p xaridor bo'lsa aka yo'qotish kerak dedi. Yo'qotmasa bo'lmaydi, yonga kirib ketamiz. Chetdan chiqib qolganda zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi. Yana buni bozorga bor. Yana izbor ol, bunga kechasi bilan uxlamasdan bozorga tayyorla, to'ydirdi bor, shumi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sizmisiz? Hozir qulog'imga cholinib qoldi. Mol bormi sizlarda? Ha, bormi? Sigirmi? Sigir. Shu keliningiz jonga tegayapti, shu sigir kerak menga dadasi deyapti. Shu birga ovqatlanaylik deb shashligimni ham olib o'tirdim. Bo'ldi. Shu men bob shekilli aytadi o'tirdim. Aka. Bo'ldi. Kelishaveramiz. Shu ovqatimiz shunday tursin, chiqib molni ko'rib, ustida kelishaylik. Nima deysizlar? Bizga ham yaxshi bo'ladi. Ketdi, yuringlar. Narxini gapiring molni. Narxi 16 million, shep. 16 million bo'lsa, men oldim molni. 16 millionga. 16 ga olaverasiz-a? Olaman. Bir haftadan keyin beraman pulini. Mol menga o'tdi. Mol sizga o'tdi. Zakalat bering. Bor baraka. Baraka. Mana zakalatni olib turinglar. Qo'ydim, ha? Bo'ldi. Mol mashi. Bo'ldi. Yaxshi, xullas mol meniki. Barakani qildik, xudo xolasa. Arqaga qaytish yo'q. Yuravering, qani. Ana molligan bo'ldi-ga. Bo'ldi. Bismillah. Endi olinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Xullas mol menga o'tdi, ha? O'tdi, sizga o'tdi. Bo'ldi. Menda hozir bitta plan bo'lib qoldi-ku. Molni sotmoqchiman o'zlaringga qaytarib. Nech pulga olasiz? Qiziq bo'ldi-ku, ha? Olasizmi? Nech pulga berasiz? Olaman. Qo'lingizni bering. Akachilik qilyapti. 14 millionga sotdim sizga molni. Qaytarib. 14 ga olmayman. 13 bo'lsa olaman. Oling 14 millionga zo'r. 13 ga olaman. Pullaring naqmi? Ishti. Baraka. Bo'ldi hisob. Shunaqa qilaveramizmi? Sotaveramizda. Joningdan. Bu dunyoda afsus bilan o'tmanglar. Pul. Jonga tegdilaring boru. Qachon qarasam. Mashimidi uyi o'zi? Masha. Isroil aka. Isroil aka. Hozir. Isroil aka. Hozir mana chiqyapman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xo'jayingiz uydamidi? Xo'jayin ishdan kelishgani yo'q hali. Xo'jayingiz bizdan mol olgan edi. Shuni pulini bermasdan biz aldab yuribdi. Adashmayapsizmi? Yo'q, adashganimiz yo'q. Isroil akami shu mahir? Ha, shu. Bo'ldi, Isroil akam bizdan qarzi bor, 16 million qarzi bor. Yo'qmi? Shunaqa. Aytib qo'ying, anchadan shaqa ushalmay yuribmiz. 1,5 oydan shaqa telefon o'chiq. Mana bu ishlardan xabarim yo'q. Kelsa ogohlantirib qo'ying, ikkita odam kelib ketdi deyin, mol purush ekan deyin, o'zi tushunib oladi. Xo'p, bo'ladi. Uzr. Assalomu alaykum xudojon. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Meni xudo demang. Voy. Eringiz firibgar ekan. Nimalar deyapsiz? Qo'shnilar aytdi. Yaxshiyam bilib. Voy xudojon, shoshilmang, bo'lishi mumkin emas. To'y
tushunmovchilik bo'lgandir. Ular bilan quda bo'lishni xohlamaymiz. Voy xudo. Qo'ysizchi. Voy xudoyim, nimalar bo'lyapti? Onasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Rahmat. Olmaysanmi qo'limda narsalar? Qarab turibsan. Sizni haromdan topib kelgan luqmalaringiz bizga kerak emas. Tushunmadim. Nimalar deyapsan? Hamma ishlaringizdan xabarim bor. Nimalar qilib yurganingizni hammasini bilaman. Nima deding hozir? Sizni ko'chadagi harom ishlaringiz deb qizimiz oqqa qaytdi. Nima deganing bu? Hozir quda telefon qildi. Biz mashininglar bilan quda bo'lmaymiz. Oqni qaytaramiz deb. Tushuntiribroq gapir, nimalar deyapsan o'zi? Siz o'sha aldab yurgan odamlar qudamizga qo'shni ekan. Hammasini aytib berishibdi. Nimalar qilib yuribsiz o'zi? Ey xotin, buni qilmoqchi emas edim. O'zlari uchrab qoldi. 16 millionlik molni yana o'zlariga arzonga 13 millionga sotdim, qarasanki yonimda pul bo'ldi. Telefon qilishdi, olmadim, irg'itib oldim telefonni ham. Oxir uyimgacha kelishdi-da shular a. O'zlari kimnidir ekmoqchi edi bular o'zi. Agar oilamizning tinchligi kerak bo'lsa, hamma qaqshatgan insonlar borib rozi qilasiz. Ungacha qizingiz ko'ziga qarashga haqqingiz yo'q. Hali ham kech emas. Tavba qiling. Xudoya, nimalar qilib qo'ydim.